Vitamin D yetishmasligi homilador ayolga tug'ruqqa ta'siri bormi? Albatta, homiladorlik vaqtida va tug'ruq vaqtida ayol organizmida vitamin D kam miqdorda bo'lsa, bu quyidagi asoratlarga olib kelishi mumkin. Bu birinchi navbatda homilaning rivojlanishdan orqada qolishi, ya'ni vaznining kichkina bo'lishi. Undan tashqari, homiladorlik vaqtida mal'iy tarzda kuchli bo'ladigan og'riqlar. Bu simfizit asorati ham bo'lishi mumkin. Bu vitamin D kamligidan namoyon bo'ladi. Ayniqsa tug'ruq vaqtida buning asorati kesar kesish amaliyoti bilan ham tugashi mumkin. Va eng ko'p uchraydigan asoratlardan bittasi bu preeklampsiya. Ayolda arterial qon bosimi oshishi. Bu tug'ruq vaqtida bo'ladigan eng katta asoratlardan bittasi. Shuning uchun siz agar homiladorlikka tayyorlanayotgan bo'lsangiz, quyidagi asoratlar sizda bo'lmasligi uchun albatta shifokorga murojaat qiling va qondagi vitamin D miqdorini tekshiring. Shunga qarab sizga shifokor alohida davo choralarini ko'rib boradi.